Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan o'sha Rex chorva bugungi videoda sizlarga topikda modni tavsiya qilaman. U juda kerakli mod. Shuning uchun ikkita. Birinchi mod mana shu. Menda bak. Videoni nimasida videoni kommentida Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shunga kirib shu pakni yuklab olasizlar. Bu Minecraft Javaga o'xshab etib tushmaydi. Minecraft Javaga o'xshab etib tushmaydi. Oddiy statusdangiz bedrockligi uchun shunday o'zi statenga kirib global resursga kirib tekshirib olaverasizlar. Mana ko'rsatib beraman. Mana my package. Bu yerda men hamma modimni o'rnatganman. Java Hunt, mana F5 shular. Lekin F5 ishlamayapti. Bilmasam. Sizlarga ko'rsatib beraman. Endi globalga kirganim uchun boshqatdan tushirib beryapti. Skin o'rnatish va KPS o'rnatishni ham o'rgatib o'taman keyingi videolarimda. Nasib qilsa keyin video olish uchun qulay 13-qishloqni o'rnatishni ham aytaman keyingi videolarda. Hozir bir tanlov serverga kirib ko'rsam ekan. Qarab tursa, Telegram kanaliga kirasiz. Biz har kuni oqshom stream deb 50 taga chiqsak stream qilamiz dasta. Har kuni oqshom biz server o'ynaymiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, har obuna bo'lib qo'ysangiz, keyin streamda server o'ynaymiz. Streamda server o'ynash yaxshiroq. Mana kirib ko'rsatsam. Men Call of Duty serverga kirmoqchi edim, lekin akkaunt ocholmayapti, blokka tushirib qo'ydim. O'zim serverimga. O'zim serverimda. İçine koyduğumun sizlerle. Falat vuruyor. Nima falatlarladim. Vay, video cho'zib ketadi-yu. Hamma. Kestirib ko'rsatib beramiz sizlarga endi. Daraxtlar zo'rda. 13-qishloqda qilishdi sizlarga videosini aytaman. Qilaman videosini. Videosi turibdi, montaj qilishim kerak. Shuni videosini qo'yaman, keyin shotchini o'rnatasizlar. Yangi yil modi shart emas-da, u daraxtlar sizlar ko'rsangiz tezdez. Ya o'zingizga aha, pak o'rnatganman-ku, shuning uchun yangi yil qor bilan turibdi-da. Daraxtlar kiyimlar ko'ryapsizlarmi? Boshqacha zo'rlikda bu. Animelni qarang, animelni. Bular ko'rsatdim. Mana nima? O'zim ham bilmayapman buni hali. Nima bo'lsa bu? Qo'yib beraylik. Hey. Qo'y. Bo'lmasa-ku 13-qishloqda mana nimalarga qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rsataman. Uylaringizga video olayotganlaringizda chiroyli bo'ladi. O'zim ham ko'rmayapman bu narsani. Qanday chiqdi? Mana shu mod. Mana cho'chqani qarang, cho'chqan. Qo'boq kallasi. Java Huntga e'tibor bering. Qo'lda uzunligini qarang, Qo'lda qarang, qo'lda uzunligini. Qarang. Keyin uchinchi aytadigan narsa. Settings kiramiz. Uchinchi odam bilmaydi. 50% odam yo 60% odam bilmaydi. Qanday men
hozir mana bu narsalar qanday nastur ekan qilgan. Qanday bo'ladi? Daha sizlarga ko'rsataman. Punch. Mana uchiq turgan bo'ladi. Bosib, ustamizda kontrol kiramiz. Va mana shunday men nastur ekan. Sizni bu katta kichkina qilish. Bu xirra yoki tiniq qilish. Men nastur ekan shu. Sizlarga anosini o'zidan siqib olasizlar. Qimillatib. Qimillatsam mana ko'rasizlar. Bu holga ko'rib qo'yib shunday. Keyin F5 moda ishlamayapti-da, boshqa F5 modini o'rnatib keyin sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, shu joyda video o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr, unutmasdan o'rnatamiz. Obuna va like kutaman. Bolalar, iltimos sizlardan agar 50 obunachiga erishsak, aytganimdek to'g'ri stream o'rganamiz, stream qilamiz. Akkaunt ochishni o'rgataman. O'zim ochaman deb blokat qilib qo'ydim. Hammani o'rganamiz va ochamiz. Keyin sizlarga ulashishni harakat qilaman. Menga xayr, sizlar bilan reklam bo'ldi.